Xabaringiz bo'lsa, Buxoroda hokimlik binosi buzilgandi. Xo'sh, yangisi qayerda qurilyapti? Buxoroda katta o'zgarishlar. Biz hozir turgan joy Buxoro shahar Gazli Shoh ko'chasi hisoblanadi. Aniqroq qilib aytsak, G'ijduvondan Buxoro kelaverishda Karvon chorrahadan chap qo'lga qaytib to'g'ri yurganda Gazli Shoh ko'chasi va shu yo'lning chap tomonida bo'lsa yangi ma'muriy markaz qurilmoqda. Ma'muriy markazda tuman va viloyat hokimlik binolari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, viloyat prokuratura binosi va qolgan bir qancha tashkilot binolari, xiyobon, hatto sun'iy ko'l ham bo'lar ekan. Aziz g'ijduvonliklar, yuqoridagi markazdan sizning uyingiz bo'lsa, nima deysiz? Yana 50 oyga bo'lab to'lashga. Markaz Rezidens turar joy majmuasi hokimiyatning shundoqqina orqa yon tomonida joylashgan. Kuniga 95 ming so'mdan 2 pors osh, bitta salatni puliga siz ta'mirlangan xonadon egasi bo'lishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar uchun pastda profillari hamda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Sotuv ofisining manzilini bo'lsa G'ijduvon Live Telegram kanalidan topasiz.